Assalomu alaykum va rahmatulloh. Mana rojihiy ziyarati, rojihiy ziyofati inshaalloh. Shonalarimiz, o'quvchi tojikalarimiz, onalarimiz, barcha ziyoratchilarimiz ziyofatda inshaalloh. Oshlarimiz endi tarqatiladi. Bu yerda onalar bor-a? Ko'rganlaringiz ham shunaqa narsalar. Bizga albatta million bo'lish shart emas, himmat kerak. Inshaalloh. O'tib ketgan nimamiz bo'lsa, Alloh taolo u dunyosini obod Demek ibrat olsun. Sizler bilen bizge shunaqa joylar qilib qo'ydik. Mana toza havoda o'tiribmiz. O'zimizning milliy taomlar ekan. Inshaalloh endi hozir taomga olsanglar, keyin duo qilamiz. Inshaalloh taomdan keyin. Hozir bismillah deb boshlaymiz.